Bismillahirrahmanirrahim. Beriyo hayot deb mana shuni aytadi azizlar. Hayotni go'zallashtirsangiz va zindagini sodda olsangiz, beg'ashu, bekibru, beayohu mana shu hayotni aytadi. Bu kun biz ham xohladikki mana shu cho'ponlar bilan bir luqma non yesak. Chun tiriklik o'zi shunday bir narsaki, g'urur bilan hayot boshqa bormaydi va g'urur bilan, kibr bilan boshqa bormaydi. Ana shu bir lahza hayot, tiriklik bizga hamma narsa. Bu mayiz ko'p yaxshi mayiz ekanda. Yaxshi mayiz ekan. Bir yalma. Buni kim yesin? Ayva. Ikkita bu. To'rt nafarimiz kim yeydi buni almani? Bilamiz ya. Bo'lamiz. Azizlar, 4 kishi biz, 2 almamiz bor. Buni qanday qilib yesak 4 nafar biz? Ayva buni qanday qilib yeymiz? Bo'lingda. Qarang azizlar, men 4 kishi biz, faqat 2 dona almamiz bor. Agar buni 2 nafar yesak, 2 kishi yesak, 2 kishimiz ham quruq qoladi. Buni Cho'pon akamiz aytadilar, 2 bo'lamiz, ya'ni 4 ta bo'ladi. Pas hammamizga 4 bo'lakdan yeyishadi. Ya'ni hayotda tirikchilikni mana shunday adolat bilan, mana shunday masaviyona va barobarlik bilan go'zal. Agar almani 2 nafar yesa, 2 nafar quruq qoladi. Payom buki, ya'ni insonlar hamisha hayotiga tirikchilikka adolatni va adilni va insofni tussa. Chunki go'zal bo'ladi. Ya'ni hayot ko'p bir shirin bo'ladi.